Xo'p do'stlar, assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa biz obyektga kelganmiz, ishlarni boshlab oldik. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin uchastka. Jami 3 etajdan iborat, ya'ni podvalni qo'shgan holatda. Bu yerda biz asosan qilinadigan ishlar. Xo'p, sanuzellar, to'pli bol va kategoriyani terishimiz kerak. Ko'rishlaringiz mumkin, sanuzellarimiz ham oldin bo'lgan, keyinchalik proyekt o'zgarganligi uchun joylarni almashtirib qo'ydik. Xo'p, bu joyimizga dush tushdi. Bu joyimizga sushilka, installyatsiya va rakina. Xo'p, jami bu xonadonimizda 5 ta sanuzel bor. Xo'p, ya'ni общий ikkinchi etajimizda jami 3 ta sanuzelimiz bor. Mana 3-inchisi. Birinchi etajimizda esa 2 ta sanuzel bor. Ko'rishlaringiz mumkin, bu podvalimiz bo'ladi. Bu joyga ham to'pli bol tashlanib, shu burchagimizga katyol ko'riladi. Do'stlar, keyin darvozadan kirishda bu joyimizga ham to'pli bol tashlaymiz. Xolasa ishlar ketyapti. Ko'rishlaringiz mumkin, chiroyli shinamgina uchastka bor. Xolasa ishlar davomini qo'yib boramiz.